Huquqni muhofaza qilish akademiyasida ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Marosimda Bosh prokuratura rahbariyati, akademiya professor-o'qituvchilari hamda yoshlar ishtirok etishdi. Tadbir ustozlik kasbining sharafli va mashaqqatli jihatlari, yurtimizda o'qituvchi murabbiylarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, e'tiborni ko'rsatib beruvchi film namoyishi bilan boshlandi. Darhaqiqat, mamlakatimizda mazkur kasb egalariga bo'lgan hurmat va ehtirom davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Ayniqsa prokuratura tizimida kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirishda o'qituvchi va murabbiylarning o'rni beqiyos. Respublikamiz rahbariyati tomonidan murabbiy va o'qituvchilarga nisbatan yangiliklar juda katta, ko'p. Bu respublikamizdagi bo'layotgan o'zgarishlar bilan, rivojlanish bilan hamohang tarzda amalga oshirilib kelyapti. O'tda o'sha moddiy ta'minotni gapirsak bo'ladi yoki o'sha sharoitlarni gapirsak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Huquq akademiyasida asosan respublikamiz huquqni muhofaza qilish organlari uchun tergov lavozimida ishlovchi tergovchi va prokuratura xodimlarini tayyorlaymiz. Kadrlarni tayyorlashda o'z kasbini ustasi, professional tayyorlash bilan birgalikda ma'naviyatli, ma'rifatli insonlarni tarbiyalash. Eng asosiy inson huquqlarini himoya qilish, ularning manfaatlarini himoya qilishda munosib o'rinni egallaydigan kadrlarni tayyorlab beramiz degan umid qilamiz. Akademiya biz uchun nafaqat bilim olish maskani, balki yuksak mas'uliyat, qonuniylik va kasbga sadoqat hislarini shakllantiradigan haqiqiy hayot maktabiga aylandi. Bu o'rinda akademiya ustozlarining o'rni beqiyos. Chunki bu yerdagi ustozlar nafaqat o'sha nazariy bilimlarga, balki amaliy tajribaga ega bo'lgan o'z sohasining mutaxassislaridir. Marosim davomida akademiyada ilg'or texnologiyalarni joriy etish, xalqaro tajribalar va shu bilan birga ta'lim jarayonlarida ustoz-shogird an'analarining ahamiyati xususida so'z bordi. Huquqni muhofaza qilish akademiyasining tashkil qilinganligiga qisqa muddat bo'lsa-da, bugungi kunda mana shu O'zbekiston Respublikasida yagona prokuror va tergovchilar tayyorlashga ixtisoslashgan akademiya bo'lganligi sababli professor o'qituvchilarni tanlashda asosan shu amaliyotda yetuk tajribaga ega bo'lgan prokuratura xodimlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarda faoliyat yuritgan kadrlardan iborat tarzda shakllantirilgan. Bugungi tadbirdan juda ham yuqori kayfiyatga ega bo'ldik. Hurmatli prezidentimizning tabriklari o'qib eshittirildi. Tabrikda o'qituvchilarga umuman o'qituvchi kasbiga bo'lgan iliq so'zlarni aytib o'tdilar. Ya'ni bu o'qituvchilik kasbi yurtimizni rivojlantirishda, butun jahonda har bitta davlatda aynan o'qituvchilik kasbiga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish orqali erishganligini qayd etganliklari biz professor o'qituvchilarni juda ham yuqori kayfiyatga ko'tardi. Tadbirda bir guruh o'qituvchi va murabbiylar samarali mehnatlari va ta'lim-tarbiya jarayonidagi yutuqlari uchun munosib taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qildi. Yoshlar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar esa ustozlar uchun bayram tuhfasi bo'ldi.